Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Odamlar orasida yangi qonun nomer 12377 mulk huquqini olib qo'yadi. Uy joyimdan ajralib qolamanmi, yerim davlatga o'tib ketadimi degan xavotirlar tarqalmoqda. Bu masala har bir xonadon, har bir yer egasi, har bir tadbirkor va hatto meros kutayotgan farzandlar uchun ham bevosita ahamiyatli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa yoki bitta muddat o'tkazib yuborilsa, keyin sudma-sud yurishga to'g'ri kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday qonuniy o'zgarishlarni oddiy xalq tilida tushuntirib boraman. Avvalo, eng muhim narsani aniq qilib olaylik. Mulk huquqi degani bu sizning uyingiz, kvartirangiz, yer uchastkangiz, noturar joyingiz yoki boshqa ko'chmas mulkingiz ustidan egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqingizdir. Ya'ni siz mulkingizda yashaysiz, ijaraga berasiz, sotishingiz mumkin. Farzandingizga hadya qilasiz yoki meros qilib qoldirasiz. Lekin bu huquq faqat og'zaki bu uy meniki degan gap bilan emas, balki hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Oldin ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Men bu yerda 20 yildan beri yashayman, demak uy meniki. Bobomdan qolgan yer, hech kim tegmaydi. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi, shuning o'zi yetadi. Amalda esa kadastr hujjati davlat ro'yxatidan o'tgan mulk huquqi. Oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki hokim qarori bo'lmasa, bunday mulk huquqi zaif bo'lib qoladi. Endi o'zgarayotgan narsa shuki, davlat ko'chmas mulklar bo'yicha tartibni kuchaytirmoqda. Ya'ni kimning mulki qonuniy, kimning hujjati to'liq, kimning qurilishi ruxsat bilan qilingan, kimning yer uchastkasi belgilangan maqsadda foydalanilyapti, kim noqonuniy egallab olgan. Bularning hammasi aniqroq tekshiriladi. Odamlarni qo'rqitayotgan jihat ham shu ayrim holatlarda mulk huquqi bekor qilinishi, yer qaytarib olinishi, noqonuniy qurilish buzilishi yoki mulk davlat ehtiyoji uchun kompensatsiya bilan olib qo'yilishi mumkin. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Bu har bir odamning uyi ertaga tortib olinadi degani emas. Asosiy xavf hujjati yo'q, kadastr noto'g'ri, ruxsatsiz qurilgan, yer maqsadi buzilgan yoki boshqa birovning huquqini buzgan obyektlarga tegishli bo'ladi. Birinchi toifa hujjatlari to'liq bo'lgan mulk egalari. Masalan, siz kvartirani notarius orqali oldi-sotdi shartnomasi bilan sotib olgansiz. Kadastr hujjati bor, davlat ro'yxatidan o'tgan, kommunal to'lovlar sizning nomingizda, soliq hisobida ham siz egasiz. Bunday holatda oddiy tekshiruvdan qo'rqishga asos yo'q. Sizning huquqingiz kuchli himoyalangan. Agar davlat ehtiyoji uchun yo'l, metro, maktab yoki boshqa obyekt qurilishi sabab mulkingiz olinadigan bo'lsa ham, sizga bozor qiymatida kompensatsiya. Boshqa uy yoki kelishilgan tovon masalasi hal qilinmasdan mulkingizni shunchaki tortib olish mumkin emas. Ikkinchi toifa uyda yashab kelayotgan, lekin hujjatlari eski yoki chala bo'lganlar. Masalan, 1991-yilda ota-onangiz hovli olgan, lekin shartnoma to'liq rasmiylashtirilmagan. Qo'lda yozilgan tilxat bor, guvohlar bor, lekin kadastrda egasi boshqa odam bo'lib turibdi. Mana bunday holatda xavf bor. Chunki davlat ro'yxatida mulk kimning nomida bo'lsa, huquqiy jihatdan kuchli pozitsiya o'sha odamda bo'ladi. Siz men pul berganman deb aytishingiz mumkin, lekin isbot bo'lmasa, masala murakkablashadi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida bir oila 15 yil oldin hovli sotib olgan. Narxi o'sha paytda $12,000 bo'lgan. Sotuvchi chet elga ketgan, notariusga borilmagan, faqat tilxat yozilgan. Hovliga gaz, svet, suv ulangan, oila yashab kelgan. Endi tekshiruvda kadastr hali ham eski egasining nomida ekani chiqadi. Agar eski egasining merosxo'rlari kelib, bu uy bizniki desa, oila juda qiyin vaziyatga tushadi. Shuning uchun bunday odamlar zudlik bilan hujjatlarni rasmiylashtirish choralarini ko'rish kerak. Uchinchi toifa noqonuniy qurilish qilganlar. Masalan, sizga 6 sotiq yer berilgan, lekin siz qo'shimcha 2 sotiq bo'sh joyni ham devor bilan o'rab olgansiz. Yoki hovlida ruxsat berilmagan joyga ikkinchi qavat, do'kon, ombor, avtoyuvish joyi qurgansiz. Yoki ko'p qavatli uyning birinchi qavatida yashab, umumiy foydalanishdagi yerga qo'shimcha xona chiqarib olgansiz. Mana shunday holatlar yangi tartiblar eng ko'p ta'sir qiladi. Chunki mulk huquqi faqat qonuniy qurilgan va ro'yxatdan o'tgan qismga nisbatan himoya qilinadi. Ruxsatsiz qo'shib olingan qism esa huquqiy himoyaga ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, fuqaroning kadastrida 1,20 kvadrat metr uy ko'rsatilgan, lekin amalda uy 2,20 kvadrat metr bo'lib ketgan. U 90 kvadrat metr qo'shimcha qurilishni hech qayerda rasmiylashtirmagan.
keyin uy sotmoqchi bo'ladi. Xaridor bank krediti orqali olmoqchi. Bank kadastrini tekshiradi va amaldagi qurilish bilan hujjatdagi qurilish mos emasligini ko'radi. Natijada kredit berilmaydi. Oldi sotdi to'xtaydi. Hatto noqonuniy qurilish bo'yicha jarima yoki buzish talabi kelishi mumkin. 4-toifa yer uchastkasidan maqsadsiz foydalanayotganlar. Bu ayniqsa tadbirkorlar va dehqon xo'jaliklar uchun muhim. Yer sizga uy-joy qurish uchun berilgan bo'lsa, u yerda sex, ombor yoki avtomobil ta'mirlash ustaxonasi olsangiz, bu maqsadli foydalanish buzilishi bo'lishi mumkin. Aksincha, qishloq xo'jaligi yer berilgan bo'lsa, u yerga turar joy qurish yoki betonlab tashlash muammo tug'diradi. Yer qonunchiligida maqsadsiz foydalanish, uzoq vaqt foydalanmaslik, ekologik talablarni buzish kabi holatlar yerga bo'lgan huquqni bekor qilishgacha olib borishi mumkin. 5-toifa merosni rasmiylashtirmaganlar. Juda ko'p oilalarda ota vafot etgan, uy hali ham otaning nomida. Ona farzandlar yashab yuribdi, lekin meros guvohnomasi olinmagan. 5 yil, 10 yil, hatto 20 yil o'tgan. Keyin farzandlardan biri uy sotmoqchi bo'ladi yoki aka-ukalar o'rtasida nizo chiqadi. Ana shunda muammo portlaydi. Meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, mulkni sotish, garovga qo'yish, hadya qilish, qayta qurish yoki kompensatsiya olishda jiddiy to'siqlar bo'ladi. Shuning uchun uy baribir bizniki deb yurish xavfli. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning mulkingiz kadastrda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, egasi siz bo'lsangiz, yer maydoni hujjat bilan mos bo'lsa, qurilish ruxsat asosida qilingan bo'lsa, soliqlar to'langan bo'lsa, qo'shnilar bilan chegara nizosi bo'lmasa, sizda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin baribir hujjatlarni bir marta tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mulk huquqi bilan yashash huquqi bir xil narsa emas. Masalan, siz kvartirada propiskada turgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu siz egasiz degani emas. Ko'pchilik men shu uyga doimiy ro'yxatda turibman, demak ulushim bor deb o'ylaydi. Yo'q, doimiy ro'yxat yashash bilan bog'liq. Mulk huquqi esa kadastr va hujjatlar bilan belgilanadi. Agar sizning nomingiz mulkdor sifatida ro'yxatda bo'lmasa, siz egasi emassiz. Ikkinchi nozik jihat, nikoh davrida olingan mulk. Er nomiga olingan uy ko'pincha faqat erniki deb o'ylanadi. Lekin agar uy nikoh davrida umumiy mablag' hisobiga olingan bo'lsa, u er xotinning umumiy mulki bo'lishi mumkin. Demak, er uy sotmoqchi bo'lsa, xotinning roziligi talab qilinadi. Aksincha ham xuddi shunday. Yangi tartiblar kuchayganda bunday roziliklar oilaviy mulk maqomi, ulushlar masalasi yanada ko'proq tekshiriladi. Shuning uchun uy mening nomimda, xohlaganimni qilaman degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish. Eng katta qo'rquv shu yerda. Odamlar davlat xohlasa uyimni buzib tashlaydi deb o'ylaydi. Qonuniy tartibda esa davlat ehtiyoji aniq asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, umumiy foydalanishdagi yo'l, ko'prik, maktab, shifoxona, muhim infratuzilma qurilishi. Bunday holatda mulkdor bilan oldindan muzokara qilinadi. Baholash o'tkaziladi. Kompensatsiya masalasi hal qilinadi. Siz baholangan narxga rozi bo'lmasangiz, mustaqil baholovchi chaqirish, e'tiroz bildirish, sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Masalan, sizning hovlingiz 4 sotix, uy 1 kvadrat metr, bozor qiymati 800 million so'm atrofida. Kompensatsiya sifatida sizga 1,5 million so'm taklif qilinsa, darhol imzo qo'yib yubormang. Baholash hisobotini so'rang. Yaqin hududdagi o'xshash uylar narxini solishtiring. Mustaqil baholash qildiring. Chunki imzo qo'yganingizdan keyin men rozi emasdim deyish qiyinlashadi. 4-nozik jihat, kadastr xatosi. Ba'zan fuqaro aybdor bo'lmaydi, lekin hujjatda xato bo'ladi. Masalan, kadastrda yer maydoni 5 sotix yozilgan, amalda 6 sotix. Yoki qo'shnining chegarasini to'g'ri tushgan, yoki eski o'lchovda uy 1 kvadrat metr, yangi o'lchovda 15 kvadrat metr chiqadi. Bunday holatda darhol mulkni olib qo'yishadi deb vahimaga tushmaslik kerak. Avval kadastr organiga murojaat qilib, texnik xatoni tuzatish, qayta o'lchov qildirish, qo'shnilar bilan chegara dalolatnomasi tuzish kerak. 5-nozik jihat, sud qarorisiz hamma narsa hal bo'lib ketmaydi. Agar sizning mulk huquqingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, uni bekor qilish oddiy ariza yoki kimningdir og'zaki talabi bilan bo'lmaydi. Buning uchun huquqiy asos tekshiruv, qaror, ayrim hollarda sud jarayoni bo'ladi. Sizga xabarnoma kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Aynan e'tiborsizlik ko'p odamlarni yutqazdiradi. Qog'oz keldi, tushunmadim, tashlab qo'ydim deyish katta xato. 6-nozik jihat, sotib olayotgan mulkni tekshirmaslik. Yangi uy, hovli yoki yer olayotgan odamlar
eng ko'p aldanadigan joy shu. Narx arzon bo'lsa, shoshilmaslik kerak. Masalan, bozorda bir hovli 900 million so'm turadi. Kimdir 11 millionga taklif qilyapti. Sababini tekshiring. Kadastri bormi? Garovda emasmi? Taqiq qo'yilmaganmi? Meros nizosi yo'qmi? Sudda ish ko'rilmayaptimi? Yer maydoni mosmi? Qo'shimcha qurilish qonuniymi? Arzon narx o'rta katta muammo yashiringan bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat ipoteka va garov. Agar uyingiz bank garovida bo'lsa, siz uni erkin sota olmaysiz. Bank roziligi kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar garovdagi uyni kelishib olamiz deb sotmoqchi bo'ladi. Bu xaridor uchun ham, sotuvchi uchun ham xavfli. Chunki qarz to'lanmasa, bank undiruvni mulkka qaratishi mumkin. 8-nozik jihat ulushli mulk. Bir uy 4 nafar merosxo'r nomida bo'lishi mumkin. Ulardan biri o'z ulushini sotmoqchi bo'lsa, qolgan ulushdorlarda ustun sotib olish huquqi bo'lishi mumkin. Ya'ni begona odamga sotishdan oldin aka, uka yoki opa singillarga taklif qilish kerak bo'ladi. Bu qoidani buzish keyinchalik shartnomani nizoli qilib qo'yishi mumkin. Endi eng kerakli qismga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mulkingiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi ma'lumot, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, qurilishga ruxsat hujjatlari, foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi, soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, agar bo'lsa sud qarorlari. Hujjatlarni telefoningizga suratga olib qo'yish ham foydali. Lekin asl nusxalar alohida papkada saqlansin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotini tekshiring. Kadastr bo'limiga, Davlat xizmatlari markaziga yoki elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, mulkingiz kimning nomida, maydoni qancha, chegarasi qanday, taqiq yoki garov bormi, shularni aniqlang. Agar siz uyda yashayotgan bo'lsangiz, kadastr boshqa odam nomida bo'lsa, bu eng xavfli signal. Buni keyinga qoldirmang. Amaldagi holat bilan hujjatdagi holatni solishtiring. Kadastrda uy yaqin kvadrat metr, amalda miktangani kvadrat metr bo'lsa, farq qayerdan kelganini aniqlang. Qo'shimcha qurilish ruxsat bilanmi yoki yo'qmi? Yer maydoni 4 sotiq yozilgan. Siz sotiq davr bilan o'ragan bo'lsangiz, qo'shimcha 1 sotiq huquqiy maqomini aniqlang. Hech kim ko'rmaydi degan davr o'tib boryapti. Raqamli xaritalar, kosmik suratlar, elektron kadastr orqali ko'p narsa ko'rinadi. 4-qadam. Meros masalasini rasmiylashtiring. Agar mulk vafot etgan ota-ona, turmush o'rtoq yoki boshqa qarindosh nomida bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Meros masalasini tinch paytda hal qiling. Nizo chiqqandan keyin hamma narsa qimmat, uzoq va asabiy bo'ladi. 5-qadam, noqonuniy qurilish bo'lsa, mutaxassis bilan maslahat qiling. Buni yashirishga urinmang. Kadastr muhandisi, loyiha tashkiloti, yurist yoki davlat xizmatlari markazi orqali rasmiylashtirish imkoniyati bormi? Tekshiring. Ba'zi holatlarda qurilishni qonuniylashtirish mumkin. Ba'zi holatlarda esa mumkin emas. Masalan, qizil chiziq yo'l hududi muhofaza zonasi elektr tarmog'i osti gaz g'uri atrofida qurilgan obyektlar juda xavfli hisoblanadi. 6-qadam, davlat ehtiyoji bo'yicha xabarnoma kelsa, hech narsaga shoshilib imzo qo'ymang. Avval hujjatni to'liq o'qing. Qaysi organ yuborgan, asos nima, loyiha nima, kompensatsiya qanday hisoblangan, baholash kim tomonidan qilingan, hammasini so'rang. Imzo qo'ying. Keyin hal qilamiz deysa, ehtiyot bo'ling. Imzo huquqiy oqibat tug'diradi. Zarur bo'lsa, advokat bilan maslahatlashing. 7-qadam. Mulk sotib olayotganda tekshiruv ro'yxati tuzing. Sotuvchidan kadastr hujjatini so'rang. Notarius orqali rasmiy bitim qiling. Pulni tilxat bilan emas, imkon qadar bank orqali yoki notarial tartibda tasdiqlanadigan shaklda bering. Sotuvchining turmush o'rtog'i roziligi kerakmi? Merosxo'rlar bormi? Qarzdorlik bormi? Garov yoki taqiq bormi? Hammasini tekshiring. Uyga kirib devor, tom, ta'mirni ko'rish yetarli emas. Eng asosiysi huquqiy tozaligi. 8-qadam, qo'shnilar bilan chegara masalasini tinch hal qiling. Juda ko'p nizolar urgum santimetr. 50 santimetr devor. Ariq, yo'lak yoki kirish yo'li sabab boshlanadi. Agar devor qurmoqchi bo'lsangiz, kadastr chegarasini aniqlang, qo'shni bilan kelishib oling, imkon bo'lsa dalolatnoma tuzing. Bugun og'zaki kelishilgan narsa ertaga qo'shni uyini sotganda yangi egasi tomonidan tan olinmasligi mumkin. 9-qadam, soliqlarni va kommunal qarzlarni tekshirib boring. Soliq qarzi mulk huquqini avtomatik bekor qilmaydi. Lekin jarima, penya, undiruv, taqiq kabi muammolar keltirib chiqarishi mumkin.
Ayniqsa mulkni sotmoqchi bo'lganingizda qarzdorlik chiqib qolsa, bitim to'xtab qoladi. 10-qadam, barcha arizalarni yozma shaklda bering. Agar kadastrga, hokimlikka, qurilish bo'limiga yoki boshqa idoraga murojaat qilsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, qabul qilingan raqamini oling, elektron murojaat qilsangiz javobni saqlab qo'ying. Keyin nizo chiqsa, aynan shu yozma izlar sizni himoya qiladi. Arizada nima yozish kerak? Masalan, kadastr xatosi bo'lsa, menga tegishli bo'lgan manzildagi ko'chmas mulk bo'yicha kadastr ma'lumotlarini amaldagi holat bilan solishtirib, mavjud xatoliklarni aniqlash va qonuniy tartibda tuzatish bo'yicha amaliy yordam berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Meros bo'yicha notariusga borsangiz, meros ishini ochish, merosxo'rlar tarkibini aniqlash, mulk hujjatlarini tekshirish so'raladi. Davlat ehtiyoji bo'yicha esa baholash hisobotining nusxasini, loyiha asosini, kompensatsiya hisob kitobini yozma ravishda so'rang. Yana bir muhim maslahat. Ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga darhol ishonmang. Hamma uylar tortib olinadi. Kadastri borlar ham mulksiz qoladi. Falon raqamli qonun hammani ko'chaga chiqaradi degan gaplar ko'pincha odamlarni qo'rqitish uchun aytiladi. Qonun matnini, rasmiy izohlarni, mutaxassis fikrini ko'ring. Lekin vahimaga tushmaslik boshqa, beparvo bo'lish boshqa. Eng to'g'ri yo'l hujjatni tekshirish va kamchilik bo'lsa hoziroq tuzatish. Demak, bugungi mavzuning mohiyati shuki. Mulk huquqi kuchli himoya qilinadi. Lekin bu huquq hujjatlar bilan tasdiqlangan, qonuniy rasmiylashtirilgan va nizosiz bo'lishi kerak. Yangi tartiblar eng avvalo hujjatsiz uylar, ruxsatsiz qurilishlar, maqsadsiz foydalanilayotgan yerlar, rasmiylashtirilmagan meroslar va kadastrdagi xatolarni yuzaga chiqaradi. Agar sizda hammasi joyida bo'lsa, qo'rqmang. Agar hujjatlarda kamchilik bo'lsa, kutmang, bugundan harakatni boshlang. Izohlarda yozing, sizda kadastr bormi? Meros rasmiylashtirilganmi? Qo'shimcha qurilishlaringiz hujjatga kiritilganmi? Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha keyingi videoda alohida tushuntirish beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki mulk masalasida bir kunlik beparvolik yillar davom etadigan muammoga aylanishi mumkin.